Axsida daryo suvi kuydirgi o'chog'i ko'milgan joyga yetib qoldi. Favqulodda holatlar ministrligi xodimlari xavfli holat yuzaga kelgan joyda tozalash ishlarini olib borishmoqda. Muassasadan xabar qilishlaricha, kecha Avletim daryosining sathi ko'tarilib, qirg'oqning chap tomonidagi kuydirgi o'chog'i ko'milgan joyga yetib qolgan. Shuningdek, kuchli yomg'ir sababli Tegirmonsoy qishlog'ida sel suvlari Avletim Tovarsoy ichki xo'jalik yo'llarini va turar joylarni qoplagan. Sohilni mustahkamlash uchun ishchi kuch bilan birga tegishli texnikalar jalb qilingan. Sel qoldiqlarini tozalash ishlari davom etmoqda. Bishkekning 1-May rayoni sudida Atamekin partiyasining lideri Umurbek Tekabayev bilan sobiq favqulodda holatlar ministri Dushan Qulchotonovni sudi bo'lmoqda. Advokatlar sudni tasvirga olishga ruxsat berish iltimosini bildirishdi. Tekabayev o'zi aybi yo'q ekanligini, sud jarayoni kerak bo'lsa hamma ko'ra oladigan bevosita efirda berilishiligini aytdi. Prokuratura vakillari esa tasvirga olishni taqiqlashni taklif qilib, buni guvohlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida deb tushuntirdi. Biroq advokatlar qaysi guvohlarni aytyapsizlar degan savolni qo'yishdi. Sababi o'tgan majlisda guvoh qatori Prezident Almazbek Atambayev rahbarligida bir nechta siyosatchini chaqirish iltimosini sud inkor qilgan edi. Umurbek Tekabayev Megakomga bog'liq poraxo'rlikka aralashgan degan ayb bilan 26-fevralda qamoqqa olingan. Uni ishiga aloqasi bor deb sobiq ministr Dushan Qulchotonov ham qamalgan. Fuqaroviy faollar Bishkekda daraxtlarni kesilishiga qarshi Prezident Almazbek Atambayevga va prokuratura organlariga murojaat qilishdi. Ular meriyaning bunday harakatini vandalizm deyishmoqda. Faol Gulnara Jo'rabayevaning so'zlariga ko'ra, shaharliklar nomidan prokuraturaga ariza yozilib, mer Albek Ibrahimovni lavozimni suiiste'mol qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortish talabi qo'yildi. Meriya Ali Asqar To'xtonaliyev ko'chasidagi va Maksim Gorkiy ko'chasidagi Botanika bog'i chetidagi daraxtlarni yo'lni kengaytirish maqsadida kesilayotganini bildirishdi. Daraxtlarni kesish boshlanganda Bishkekning bir necha yashovchilari qarshilik qilishgan edi. 10 ga yaqin ishtirokchilarni militsiya ushlab ketib, keyinchalik bo'shatishgan. Qirg'izistonda un ishlab chiqarish 70% ga qisqardi. Bu ma'lumotni Tadbirkorlar assotsiatsiyasi tarqatib, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin 2 yilga yetmagan oralig'da un ishlab chiqarish keskin kamayganini ma'lum qildi. Tegirmonchilar komitetining raisi Rustam Junushevning so'zlariga ko'ra, chegara ochilishi bilan unni chetdan olib kelish ko'payib, mahalliy ishlab chiqarishga katta zarar keltirdi. Uning ta'kidlashicha, bugungi kunda 20 kombinat to'xtab qolganlari juda kam miqdorda un ishlab chiqarmoqda. Ular ayrim deputatlarni qaytadan qo'shimcha narx solig'ini kiritish tashabbusi mahalliy tadbirkorlarning un ishlab chiqarishni yo'q qiladi degan fikrda. Parlament shu haftada mahalliy un ishlab chiqaruvchilarni qo'shimcha narx solig'idan ozod qilishni bekor qilgan qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Ramazonning 15-kunini xayriya kuni deb belgilash taklif qilindi. Tashabbusni deputat Tazabek Ikramov parlamentda turli masalalar muhokama qilinayotganda ko'tardi. Uning so'zlariga ko'ra, taklifni xayriya fondi ko'targan. Bizning o'lkada bayramlar ko'p. Har oyda rasmiy va norasmiy bayramlar bo'ladi. Ularning foydalisidan foydasizi ko'p. Bundan bir necha yil avval bir fond ro'zaning 15-kunini xayriya kuni deb nishonlashni taklif qilgan edi. Haqiqatdan bu taklif juda yoqimli va ta'sirli, dedi Ikromov. Xalq vakili ertaga ro'zaning 15-kuni ekanligini aytib, o'ziga to'q kishilarni muhtojlarga yordam berishga undadi. Prezident Almazbek Atambayev bugun 2 kunlik ish safari bilan Qozog'iston poytaxti Ostonaga boradi. U Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi yig'inida ishtirok etadi. Bundan tashqari, Almazbek Atambayev mazkur tashkilot yig'iniga ishtirok etayotgan davlat rahbarlari bilan birga Expo 2017 ko'rgazmasining ochilish marosimida ishtirok etadi.
5 oy ichida o'lka hududida 25 kishi suvga cho'kib ketgan. Achinarlisi, halok bo'lganlarning ko'pchiligini yosh bolalar tashkil qiladi. O'smirlar issiq kunlari cho'milish uchun o'zlari borib halokatga uchrashadi. Sababi suvning sathi ko'tarilgan vaqtda cho'milish uchun suvga tushib oqib ketish yoki cho'kib ketish hollari ko'payadi. Bu o'smirlardagina emas, kattalarga uchun ham xavfli bo'ladi. Suvga cho'kish daryo va soylarda emas, basseynlarda ham bo'lishi mumkin. Masalan, tajribasi yo'qlar basseynlarga tushib suv yutib halok bo'lgan holatlar ham bo'ladi. Bunday salbiy oqibatlarni oldini olish uchun cho'milish mavsumida nimalarga e'tibor qaratish kerak? Muxbirimiz hikoya qiladi. Yil boshidan beri suvda oqib ketib vafot etganlarning soni 25 ga yetib, ko'pchiligi 10 yoshgacha bo'lgan o'smirlar ekanligi aniqlangan. Bolalar oftobli kunlarda kattalarning nazoratisiz suvga tushib oqib ketishadi. So'nggi 10 kunda O'sh shahrida 2 o'smir va 50 yoshdagi fuqaro vafot etgan. 3 kun avval 10 va 12 yoshdagi bolalar Uam kanalida oqib ketib, favqulodda holatlar ministrligining qutqaruv xizmati 5 soat izlab jasadlarni topishgan. Kanallarda suvning uruvi ko'p. O'sha sababdan bu yerda hozir yosh bola emas, cho'ng kishilar chiqa olmaydi buni bu stratoktorda. O'shda oqbora suvi yosh bolalargina emas, katta yoshdagilar uchun ham xavfli, lekin suv qirg'oqlarini barchasiga to'siqlarni o'rnatish mumkin emas. Shu sabab maxsus xizmat tushuntirish ishlarini olib borishgani bilan mavsum yakunlanguncha 20 ga yaqin fojia bo'lib, inson o'limi bilan yakunlanadi. Bunday xavf Uam kanalida ham saqlanadi. Xavfsiz deb farzandlarini yuboruvchi basseynlar ham ishonchli emas, sababi basseynda cho'kib ketgan vaziyat ham bo'ladi. Shu sabab har bir dam olish joyida qutqaruvchilar bo'lish kerak. Misol, bir odam cho'kib ketib turgan bo'lsa, o'shaga sразу balon irg'itib, uning orqasidan o'z tashlab borib, orqasidan ikki dalning ostidan qarmab olib chiqqanini tayyormiz. Qutqaruvchilar kelgan dam oluvchilarga asosan yosh bolalarga suvga tushish qoidalarini o'rgatish kerak. Shuningdek, qutqaruvchi o'zi ham sog'lom va kuchli bo'lishi zarur. Hozir basseynlarda yosh bolalar, kerklar, bir jarandar shu cho'minganda bilishmaydi. Kerklar mos bunday ahvolda bo'lishadi. O'zincha o'tib, kerklar taramish tuyulib, har qanday bo'ladimi? Shu vaqtda tezdan yordam berish kerak. O'sh shahrida jami 10 ga yaqin basseyn bo'lsa, ularda 20-30 qutqaruvchi bo'lishi kerak. Ular qutqarish bilan birga birinchi tibbiy yordamni ham ko'rsatishi zarur. Eslatib o'tsak, o'tgan yili cho'milish mavsumida 26 fuqaro halok bo'lgan. Majnun Ulug'bek qizi Begim Asanova, Azam Buzrikov, Intimaq. Har yili cho'milish mavsumida o'lkada 100 dan ortiq kishi halok bo'ladi. Hududlar bo'yicha olsak, bunday tasodiflar ko'p sodir bo'lgan uchlikka O'sh shahri ham kiradi. Shahardagi halokat ko'p sodir bo'lgan hududlarni quyidagi infografikada ko'rishingiz mumkin. 2016-жылы Кыргызстанда 112 адам сууга чөгүп каза болгон. Анын ичинен 66сы эркек, 14 аялдар жана 32си жаш балдар. Кырсыктардын көбү Чүй жана Ош облустарында катталган. Жыл башынан бери өлкө аймагында 32 адам сууга чөгүп каза болду. Алардын 23 эркек, 1 аял жана 8 жаш балдар. Былтыркыдай эле кырсыктардын көбү Чүй облусунда катталган. Мындан сырткары Жалал-Абадда да сууга чөгүп кеткендердин саны өсүп жатат. Ош шаарындагы адам өмүрүн алган кооптуу каналдар: Ак-Бура дарыясы. Өзгөчө жеткинчек лагери тарапта жаш балдар сууга көп түшүшөт. Ак-Бура Араван каналы. Бул жакта суу алуу үчүн тургундар каналга тепкичтерди жасап алышкан. Бирок агымы күчтүү суу адамдарды агызып кеткен учурлар болот. Убам каналы. Шаар аралап аккан суу Кара Суу районуна өтүп кетет. Семетей кинотеатрынын жанындагы тилке үйлөргө жакын болгон үчүн жаш балдар сууга көп киринишет. Каналдын бир тарабы тосулган менен көйгөй чечилип калган жок. Адам өмүрүн алган кооптуу каналдардын катарында Ак-Бура Онадыр каналы, Яккалык каналы да бар. Сууга түшүү сезону башталган май айында эле Ош шаарында 3 адам чөгүп кеткен.